Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. 27-may Idi Qurbon bayramini chirqabdan tabriklayman barchalarini. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. 1 yoshlik mana Big Ben shaftolimizdagi mana hosili kamerani yaqinroq olib kelib ko'rsatib qo'ying mana obunachilarimizga. Mana 1 yoshda shunchalik hosil berdi mana tanasi. Mana bu ko'chatlari mana. Xudo xolasa kuzgi mavsumga, bahorgi mavsumga ko'chatlarimiz tayyor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kamerani olib keling, yana bir obunachilarimizga boshqa tuplarini ham ko'rsatib beraylik. Mana bitta gilos, bitta shaftoli kelgan. Mana bunimiz Jantrit gilosdan mana yana boshqa tupi. Mana hosilini ko'ringlar, mana bilisi ham juda ham qizil va sifatli mana. Meva olasizlar, xudo xolasa shunaqa shaftoli, o'rik va bizda barcha turdagi mevali ko'chatlardan bor. Nomerlarimizni hozir qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yil 2026-yilda Vanderkot o'riklarning ham narxi 40 ming, 30 ming, 50 minggacha sotildi. Mana bu ko'chatlari asaka yaltiroq o'riklar 30 ming so'mdan 50 ming, 60 ming so'mgacha sotildi. Mana bu tomonda ko'chatlarimiz. Gilos po'lalarimiz ham bor, nok po'lalarimiz bor. Bizni kuzatib boringlar, ularni ham qo'yib boramiz. Kim katta gektar maydonga boqmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chat ekkanlaringdan keyin xuddi shu holatda sizlarni ham ko'chatlaringni, bog'laringni tarbiyalab, hosilga kirgizib, yaxshi daromadga olib xudo xolasa mana. Ko'chatlarda bir qator mana zeloni aberisiya qilganmiz. Buni qilishdan maqsad quyosh nurini mana soya beruvchi shoxlarni olib, yani ichkariga quyosh nurini olib kirganmiz. Sizlar ham shaftoli ekkan bo'lsalaring, ichiga o'sgan shoxlarni, soya berayotgan shoxlarni olsalaring, shunaqa ranglari juda qizil, chiroyli bo'lib yetiladi.